Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar. Parranda ishqibozlari. Ko'pchilik parrandaga qiziqadi, lekin ko'pchilikda bo'lib o'tadigan kasalliklar bu tovuqlarni immuniti pasayib ketgandan tovuq o'zini silab tutadi va keyinsiga sekin-sekin tumishib o'lish natijaga keladi. Buni sabablaridan biri bularga har kuni makka yo bug'doy beraversalaring bular ko'chaga chiqmagan tovuq o'zgarmaydi. Chunki ko'chaga chiqqan tovuq o'ziga kerakli vitaminlar terib yeydi, shuning uchun o'zgarishi boshqacha bo'ladi. Chunki ko'chadan har xil vitaminlar terib yeydi-da. Agarda chiqarmay turib boqmoqchi bo'lsalaring, agar tovuqlar o'zini silab tutsa, agar nobud bo'laversa, u sabablardan biri yemni kalsiysi kam bo'lyapti-da, vitamini kam bo'lyapti. Ya'ni keyinsiga boyagi suviga qo'shib beradigan vitaminlar kam bo'lyapti. U suviga qo'shib beradigan vitaminlar har bitta videolarimda polni aytib o'tyapman. Chiktonik yoki gamatonik. Shunaqangi vitaminlar bo'ladi, uni ziyoni yo'q. 10 kun davomida suviga qo'shib berib, 10 kundan keyin bir ona yana bermasdan yana 10 kun bersa bo'laveradi. Jo'jalar ham xuddi shunday yangi ochilgan paytidan berilib borayotgan boyagi vitaminlar hisoblanadi. Keyin tovuqlarimizga qanaqangi yemlardan bersak bo'ladi deb ko'pchiliklar savol beradi. Vitaminlar har xil vitaminlar qilib beraverishdi. Masalan, makkashoq, bug'doyshoq, arpashoq, semichkani maydalab, suyak unini maydalab, baliq unini shunday qilib har xil vitaminlardan berishgan. Keyin aptekada sotiladigan boyagi yemiga qo'shilib beradigan vitaminlar bor. Shulardan iloji boricha olish kerak. Shunda tovuq o'zini yaxshi his tutadi, boyagi nima bo'lmaydi-da, immuniti ko'tarilgandan keyin tovuq hech qachon kasal bo'lmaydi. Mana hozir bizning tovuqlarimiz hammasi tuxumda, mana hozir berilgan yemlari bu yemni ichida hozir pashta 15 xil, 20 xilga yaqin yem bor. Keyin ko'pchilik tuz qo'shmash kerak deydi. Mana oqarib turganlar tuz qo'shmash kerak deydi. Tovuqning boyagi organizmiga qandaydir vitamin yetib bormasa ham tovuqlar kasal bo'lib o'laveradi-da. Shu uchun tuz ham qo'shiladi обязательно. Chunki men o'zim Rossiyada boqib yurgan paytida tuz qo'shib yurardim. Keyinsiga boyagi po'slog'i yo'q bo'lib tushadi tuxum deb kommentariyada yozibsizlar. Yo, unday emas. Men o'zim pashti 5-6 yil davomida boqib kelyapman mana shu adler tovuqlarni ham. Biron marta olib bepo'sloq tuxum qilgan yo'q. Hammasi po'slog'i bilan tuxum qiladi. Hozir bu tovuqlarimiz 1 yosh. Tepadagi tovuqlarimiz hozir 7 oylik bo'ldi. Bular ham tuxumda. Tovuqlarni otiga keladigan bo'lsak, tovuqlarimiz tepadagilar Ligorin rossiyskiy paroda, Ligorin parodasidagi tovuqlar yiliga 300 dan ortiq tuxum beradi. Tepada pastidagilar bo'lsa, pastidagilar Adlerskiy serebristi, hamma o'sha biladi. Ko'pchilik o'sha boqyapti bu Adlerskiy serebristidan. Hozir biz chiqarmay boqamiz. Lekin yemini vaqtida berib 2 mahal beramiz, erta bilan bir beramiz. Mana shu oxirchasini to'ldirib qo'yamiz mayda yemdan. Oxirini to'ldirib qo'yamiz. Bular obedgacha yeydi. Obeddan keyin 5-6 ga yaqin yana bir marta solamiz. Buni yeb bo'lgandan keyin hammasi chiqib yotadi joyiga. Tepadagilar ham xuddi shunday, ko'chaga chiqarish yo'q. Faqat yemini berib qo'yamiz. Suvga keyin boyagi o'zim qo'shib borayotgan vitaminlarim bu chiktonik, gamatonik, kimdirlarda chiktonik bo'lmasa gamatonik bo'lishi mumkin. Gamatonik ham qo'shib bersa bo'laveradi. Yo chiktonik yo gamatonikdan foydalansalaring bo'laveradi. Tovuqning immunitini ko'tarib, tovuqning ishtahasini ochadi. Tovuq hech qachon kasal bo'lmaydi. Agarda tovuq bitlagan bo'lsa, agar xonasi bitlagan bo'lsa, bitga qarshi Enron degan Kenimex degan nimasi bor. Yerda bor olib kelgan, idishchani ochib. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Kenimex degan narigini. Eshikni ochsang, eshikni och. Shu faqirchani olib kel.
hozir ko'rsatib o'taman. Kenemex degan kichkinagina pelselin deydi ishida nimasi bo'ladi. Tak. Mana qaranglar. Mana shu Kenemex bo'ladi. Kenemexni 1 litr suvga 1 gramdan qo'shib turib, tovuqxonani ichini ham, tovuqlarni ham boyagi agar tovuqxonani ichida bo'ladigan bo'lsa, kanachalari mayda-mayda, tovuqxonani bir marta sepib chiqish kerak. Bir kunga 2 mahaldan sepib turib, bir 5 kun 6 kun davomida sepish kerak-da. Sirrazi bir kunda o'lib qolmaydi-da, chunki arosida bo'lsa agar ertasi kuni indini ham chiqaradi. Shuning uchun iloji boricha 5 kun 6 kun, bir hafta davomida dorilab chiqish kerak, sepib chiqish kerak ponni. Shunda boyagi bitlari ponni yo'q bo'ladi. Agar tovuqni cho'miltirmoqchi bo'lsalaring, agar tovuqni cho'miltirish kerak bo'lsa, hozir mana shu mana 10 mg, bitta 10 mg. Buni 10 litr suvga qo'shamiz. Katta paqirga yo tog'oraga olib turib, 10 litr suvga qo'shib 10 litr suvga qo'shgandan keyin tovuqni bo'ynigacha cho'mib olaverasizlar. Cho'mgandan ko'p ushlamash kerak-da, iloji boricha 30 gacha sanash kerak bo'ldi. Masalan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deb 20 gacha yo 30 gacha sanab turib, tav olib turib ko'chaga qo'yib yuborsa bo'laveradi. Shunday qilib ham dorilar bitini yo'q qilsa bo'ladi. Kanaga qarshi lekin faqat joyini o'zgartirib kanani tozalasalaring bo'ladi. Atagona bit, mayda kanacha bo'ladigan bo'lsa, uni mana shu Kenemex dorimiz yo'q qiladi ponni. Keyinsiga tovuqlarni xirillashiga qarshi mana Sultiprem degan parashogi bor. Tovuqlar xirillab qoladi-ku. Xirillab sekin-sekin immuniti pasayib, keyin tavug'i sekin-sekin nobud bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun tovuqlar xirillashni boshlaydi. Xirillagani bu sovuq suvdan bo'ladi-da. Boya sovuq suv qolib ketsa, sovuq suvni ichib, tomog'i og'rib, endi gripp bo'lishni boshlagan tovuq xirillab qoladi. Shunga qarshi mana parashok, Sultiprem deyiladi bu. Aptekada sotiladi. Bunday kamina qilib solib beradi. Atay bu 1 kilo bo'lib keladi aptekaga. Ular keyin mayna qilib turib paketchalarga solib sotadi. Shu uchun iloji boricha tovuqqa ko'pchilik qiziqadi. Qanday qilib boqsak bo'ladi, qanday qilib boqsa o'lmaydi, ko'chaga chiqarmasa ham qanday yemlarni bersa bo'ladi tayyorlab deganlarga iloji boricha 7 xil 8 xil yemlardan berish kerak. Iloji bo'lsa boyagi shag'al bo'lsa, mana shag'al maydasini mayda elak bo'ladi. Shu mayda elakdan ham elab turib, boya kattasini olib tashlash, maydasini ham bitta tovoqchaga solib turib qo'yib qo'ysalaring bo'laveradi. O'ziga kerakli toshlarni terib yeb, tovuqlar boyagi tovuqlar silab organizmi silabi bo'lganidan o'zlariga kerakli bo'lgan vitaminlarni terib yeydi. Agar ko'chaga chiqarmoqchi bo'lsalaring, agar faqat yemini berish kerak, suvini berish kerak. Shunda ham baribir chiktoni yo gamatoni vitamindan qo'shib beraverish kerak-da. Qo'shib bersalaring tovuq yana ham o'zini yaxshiroq his qiladi. Hozir mana tovuqlarimizni qaranglar. Bitlagan yo'q, kanalagan yo'q. Yemishi yaxshi, mana hammasi tuxumda. Mana tepadagilarimiz ham hozir 7 oylik bo'ldi, hammasi o'sha tuxumga kirdi. Tuxum qilishni boshladi hozir hammasi. To'ka bittasi tuxum qilmayapti, qolganlari tuxumda hozir. Legorin parodasidagi tovuqlarimiz. Yoqda hozir jo'jalarimiz bor, koreyskiy tojjonlar. Hozir ularni ham ko'rsataman sizlarga. Bu yoqdagilarimiz koreyskiy tojjon, 5 oylik jo'jalar. Lekin bular juda katta bo'ladi. Xo'rozlari 6 kilogacha bo'ladi, tovuqlari 4 kilogacha bo'ladi. Hozir mana shular mana 5-6 oylik jo'jalar, 5 oylik jo'jalarda. Hozir mana xo'rozini qaranglar, mana ko'rinishini katta. Mana shu xo'roz hozir kattasi, mana bu ham xo'roz, hali jo'ja xo'rozlar bular. Ko'rinishidan o'sha katta. Bular ham shu vaqti-vaqtida donani berib, suvini berib qo'yamiz. Vitaminlari bilan endi qishga yaqin oldindan keyin to'samiz, oldin to'sa ichiga bitta keramichskiy lampochka qo'yamiz. Shu bilan ko'ribsizlar-ku, xudo xolasa. Tovuqlar kattargandan keyin tuxumni bemalol beraveradi. Biron bir savol bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsalaring, o'qib, qo'ldan kelgancha javob berib o'taman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.